Amerikaning har yili degidek yangilanadigan va yangidan tasdiqlanadigan 2025 yillik davlat mudofaa huquqi qonun loyihasida Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik deb bekitgan kishilik huquq jinoyatiga qatnashgan Xitoy amaldorlariga jazo cheklamasi qo'yish o'rin olgan. Uyg'ur kishilik huquq qonunining modellarini o'z ichiga olgan Amerikaning 2025 yillik davlat mudofaa huquqi qonun loyihasi 2024 yil 12 ayning 18 kuni Amerika Davlat Majlisi tarafidan ma'qullangan bo'lib, 12 ayning 24 kuni Amerika prezidenti Jo Bayden imzo qo'ygan. Amerikaning yangi davlat mudofaa huquqi qonunida Amerika hukumatiga Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligini nazorat qilish hamda kishilik huquq jinoyatiga chetishliqi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash huquqi berilgan. Bu haqdagi xabarlardan qaraganda, yangidan tasdiqlangan Amerika davlat mudofaa huquqi qonun loyihasida Xitoy amaldorlarini jazolashga munosabatli moddalarning o'rin olishi Amerikaning Uyg'ur elidagi kishilik huquq masalasini hal qilish irodasining kuchli ekanligidan derak berdi ekan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tadqiqot ishxonasining direktori Henry Shejevski yangi davlat mudofaa huquqi qonunida Uyg'ur majburiy amgigiga bog'langan mahsulotlar qartilgan Amerika jazo tadbirlari va setivilish cheklamalarining yengilinishining ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. So I think that the key piece here is that the renewal means that we won't see the sunsetting or the expiring. Meningcha bu yerdagi ochiqlik muhim nuqta shuki, bu yangilash Uyg'urlarning majburiy amgigi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qo'yilgan cheklama va jazo tadbirlarining oxirlashmaydiganligini va davomlashadiganligidan derak beradi. Bu qarshilashga tegishli bir ijobiy yuzlanish. Chunki nurg'un sohalarda Uyg'ur majburiy amgigi davomlashmoqda. Shunlashqa bu Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik va Xitoyning insoniyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlarining yadrosi bo'lgan Uyg'ur majburiy amgigiga xotim berishning ijobiy qadam bo'lib hisoblanadi. Forced labor of Uyghurs, an issue which is now core to the ongoing crimes against humanity and genocide facing Uyghurs. Uning qarashicha, Amerikaning Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligini nazorat qilish hamda kishilik huquq jinoyatiga chetishliqi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash huquqiga ega bo'lishi intayin muhim rol o'ynaydi ekan. U mundaq dedi. The Chinese government, of course, has switched its repression from internment to mass imprisonment. Albatta, Xitoy hukumati bostirishni keng ko'lamli turmaga solash va Uyg'ur majburiy amgigiga yo'tkadi. Shunga bu yangi davlat mudofaa huquq qonuni bu vaziyatlarga qarta cho'qim bir besim nuqtasi bo'lishi kerak. Albatta, besim davlat hukumatlaridan kelishi kerak. Besim ko'p taraflamalik organlardan kelishi kerak. Shunga Amerikaning bu jihatda boshlamchi bo'lishini ko'rish intayin muhim. Demak, boshqa davlatlarmi shuni maslashishi va bizning ta'minlash zanjirimizdagi Uyg'ur majburiy amgigini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini tushunish kerak. Should follow this lead and understand that the forced labor of Uyghurs is unacceptable in our supply chain. Savdo o'lchimi taratqullarining xabarlarida aytilishicha, 2025 yillik davlat mudofaa huquqi qonun loyihasida Amerikaning 2025 yillik davlat mudofaa xamchutiga 895 milliard dollar ajratilgan. Egilishicha, mazkur qonun loyihasiga yana Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Marco Rubio, Jeff Merkley qatorliqlar sungan Uyg'ur kishilik huquq qonunining munosabatlik moddalari kirgizilgan bo'lib, Uyg'ur kishilik huquq qonunini 2020 yil Donald Trump imzolagan edi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot va faoliyat ishlariga mas'ul muavin direktori Peter Irvin radiomizga qaytargan yozma inkasida bu haqdagi qarashlarini bildirib, mundaq dedi. Bu qonunning yangilanışı Amerikaning majburiy emgak va kishilik huquq dafsandichiligi qilg'uvchilarni, bo'libmi Uyg'ur rayonidagi javobgarlarni surishtirish va'dasini kuchaytirganligini ko'rsatdi. Shundaqla bu Uyg'urlarga qarata ilib berilgan jinoyatlarga qarshi kurash qilishda iqtisodiy besimdan qoral bo'lib qilishni kafolatga qiladi. Albatta, bu qonunni yo'l qo'yishda Amerika boj tamojna va chegara mudofaa idorasining tekshirishi va federatsiyalik organlarning doklad berish talablarini o'z ichiga olgan qattiq nazoratga tayindi. Uning bildirishicha, mazkur yangi qonunni ijro qilishda xalqaro ta'minlash zanjiridagi mahsulotlarning Uyg'ur majburiy emgak bilan bog'lanmasligini kafolatga ega qilish uchun unumli tadbirlarni yo'lga qo'yish nihoyatda muhim ekan. U mundaq dedi. Unumli tadbirlar to'liq ta'minlash zanjirining aniqligini talab qilish va shirkatlarni majburiy emgak bilan bog'langan mahsulotlarni ishlatish jihatda qonuniy javobgarlikka tortishni o'z ichiga oladi. Hukumatlar savdo sonliq ma'lumotlardan foydalanishi, importni qattiq cheklashi va texnikaga
mablag' silib, mahsulotlarning chiqishini iz qo'g'lish kerak. Shuningdek, Amerika hukumatı hamkorlar bilan birlikda Uyg'ur majbur emgak mahsulotlarining xalqaro bozorga kirishini to'sash uchun texnik keng ko'lamlik majbur emgak import cheklamasini yo'l qo'yish uchun besim qilish kerak. Xabarlarda deyilishicha, Uyg'ur kishilik huquq qonunining modellarini o'z ichiga olgan bu davlat mudofaa huquqi qonunida Amerika hukumatı irqiy qirg'inchilik deb bekitgan kishilik huquq jinoyatiga qatnashgan Xitoy amaldorlarga jazo cheklamasi qo'yish aniq bekitilgan. Valanki 2025 yillik davlat mudofaa huquqi qonun loyihasining muddati garchi 2025 yilning oxirida to'shirgan bo'lsa-mu, 2030 yilgacha uni davomli kuchga ega qilg'ili bo'ladi ekan. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Rushan Abbas xonim Xitoy amaldorlarga jazo cheklamasi qo'yish belgilangan mazkur yangi davlat mudofaa huquqi qonunining roli haqida o'z qarashini bildirib, mundaq dedi. Uyghur məcburi əmgəkiga bağlanğan məhsulotlarga qartılğan Amerika jaza tədbirləri və setivləş çəkilmələrinin yenilinişi Amerikanınki kişilik hüquq dəfsəndiciligini həll qilishqa vədi bəgənligininki güclük bir signal bo'lib hisoblandı. Bu jaza Uyghur məcburi əmgək və başqa kişilik hüquq dəfsəndiciligi bilan ayıplangan şəxslər və orunlarni nişan qilgan bo'lib, Amerika bu jazoni yenilashi orqali hökumət və təşkilatlarga besim işlətib, ularning odatini o'zgartirish va kishilik huquq sharoitini yaxshilashlarni maqsad qildi. Uning qarashicha, bu qonunni ijro qilishda xalqaro ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy amgaki mahsulotlarini to'sish to'limi muhim. U bu haqda munolarni ko'rsatib o'tdi. Albatta, xalqaro ta'minlash zanjirida setivilish cheklamasini unumli ijro qilish uchun Amerika kuchli nazorat qilish va dalillash mexanizmini yo'lga qo'yish kerak. Amerika hukumatı Uyg'ur majburiy amgaki mollarining xalqaro bozorlarga kirishini to'sish uchun bu ta'minlash zanjirini atrofli iqtisodiy taftish qilish, ta'minlagichilarningki guvohnomasini talab qilish va xalqaro hamkorlar bilan hamkorlashib moslashishga kafolatlik qilishda qattiq kuch chiqarish kerak. Albatta, Amerika hukumatı yana bu cheklamaga amal qilmagan shirkatlarga jazo berish bilan bir vaqtda ularni bu qonunlarga amal qilishga g'irbatlantirish lozim. Darvaqa Uyg'ur tashkilotlari va kishilik huquq faoliyatchilarining qarshicha Amerikaning yangi davlat mudofaa huquqi qonunidagi kishilik huquq jinoyatiga qatnashgan Xitoy amaldorlarga jazo cheklamasi qo'yish belgilamalari kishini xursand qiladigan bir ijobiy taraqqiyot. Albatta, bu jazo cheklamasini ijro qilishda Amerika va boshqa davlatlarning hamkorligi va o'rtaq kuch chiqarishi to'limi zarurdir. Programmani Shadiya bilan Shahrizod tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.